Hürmetli vatandaş, leksiyelerini devamlaştırımız. Endeki mavzumunda vatandaşım. Sizge ma'lum, hürmetli vatandaş, yakından biri siz bilen biz G'arb dünyası, yani tashqari dunyoda yashayotimiz. Vatan ichidan kelayotgan, endi sizga yetib kelayotgan, bizga yetib kelayotgan birli uchur so'z ibora emas, yoki nutq leksiya so'zlash faoliyati emas. Faqat bu uchurning hammasi san'at. Yani edebiyat, san'at shaklida yetib kelyotidi. Mesela alayli 3 pada agashkichilar 9230 nafar torbatlari juma. Uyg'ur biyudi, yani Uyg'ur güzeli. Agashkichilar 36800 nafar. Uyg'ur televizyon. Agashkichilar 26200 nafar. Uyg'ur Hakan. Agashkichilar 24800 nafar. Uyg'ur Stadio. Agashkichilar, bunada yo'qga yozilmabdi, men yozolmadim. Mushu torbatlar, men bu torbatlarning vatan ichida qurilganligini yoki vatan sirtida qurilganligini bilmayman vatandoshlar. Biroq mushu torbatlar hozir Uyg'urning naqshi muzika muqom, eto chaqchaq ve hazil shundaqli shirkatlar aro tabriklashlar, muboraklashlar degidek butunlay Uyg'ur jamiyatining san'at shakllik inkosiya, Uyg'ur jamiyat inkosining san'at shaklini hozir YouTube'ga tor betiga qo'yib beryaptilar. Sizlar buni nihoyat yaxshi bilasizlar, hammamiz yaxshi bilamiz vatandoshim. Endi hozir yaqindan beri gavdilik o'tirg'i chiqayotgan televiziya tor filmi yoki televiziya teatri Ata Arzusi. Hozir 31-qismgacha qo'yilib bo'ldi. Muqomshunoslarimiz, naqsh usul muzikantlarimiz Uyg'urning adabiyot, san'at sarxillerini to'plab, Uyg'ur san'ati bilan Uyg'urning shod-xuram turmush kechirayotganligini birlashtirib, targ'ib qilish, tashviqot elib berish Dangdar YouTube kanali sahnesida bir to'ldi. Yoki bu sahna YouTube'ning sahnesi dalmushundoq bizning san'at madaniyatimiz orqali bir sahnaga liq to'ldi. Ata Arzusi kechiringlar. Ata Arzusi televiziya teatrini misol qilaylik. Bu filmde Uyg'urning turmushi butunlay burmalandı. Masalan, Uyg'urning oilaviy ittifoqdoshligi, bolalar bilan ota-onalar o'rtasidagi mehribonlik, kuyimchanlik burmalandı. Ikkinchi, Uyg'ur yoshlarining muhabbat qarashi, oila turmush qarashi, oilaviy urf-odatlari, ailevi medeniyet muhiti burmalandı. Pichaklaştırıldı. Üçüncü, Xitoycha turmush, Xitoycha fikir qilish, Xitoycha manfaatparastlik turmush odati, film ishlash san'ati va montajlarni, yani her bir ko'rinishni, yani bu filmda tamoq yeyishni istal o'rinlashtirish urinişi. Xitoy bu tarixdan biri qo'shig'i to'ymagan millatning tamoqqa ochko'zlik qilish odati. Ata Arzusi televiziya filmiga majburiy sig'dab kirgizilib, an'anaviy kinochilikdan detallar ve tafsilotlarni tasvirlashdan iborat montajli ko'rinishini pichaklaştırdı. Sizlar hozir G'arbda yashayapsizlar, G'arbning kino filmlari qaranglar. En ko'p bo'lganda 2 soatlik film, bo'lmasa film 1,5 soatlik bo'ladi vatandosh. Bir kino o'ylanib bo'lguncha tamoqqa yoki ichimlikka ya qo'lni tekizib qo'ydi, yoki alayda o'ltirdigan ish yo'q. Chunki san'at oldu, san'at hergiz tamoq yeyish san'at emas. Kinochilik hergiz tamoq yeyishni montaj qilib ko'rsatadigan san'at emas vatandoshim. Bu kinochilikdagi montajchilik, mushundoq montajni o'rinlashtirish bu Xitoyning san'at qarashi, Xitoyning
turmuş qarışı Xitayning odat. Demek bu kinoni yazıvatkan adam Xitay. Bunu rejissor kinoga elevatkan adam asli Xitay. Bunun Uygur'un ismini yazıp yaptım, ben bunun işenmedim. Kinonun bütün görünüşü mezmundan qaraganda asli Xitay. Şimdi Xitayçı turmuş, Xitayçı fikir qilish, Xitayçı menfaatparastlik, turmuş adeti, film işle san'ati ve montajla her bir görünüşni, yani filmde tamak yeyişni, üstel orullaştırış görünüşünü. Xitay bu tarixten biri qo'shig'i to'ymagan millatning tamakka osh ko'zlik qilish odatini ata arzusi televiziya filmiga mecburi sig'dab kirgizib, an'anaviy kinochilikning detal ve tafsilotlarini tasvirlashdan iborat montajli ko'rinishni pichaklaştırdı. Demek san'atning qonuniyatiga xiloflik qildi degan. To'rtinchi, Uyg'urning Qurboni hayit, Ro'za hayit bayramlari Uyg'ur millat ittifoqligining oilaviy inoqlikning samarasidir. Odati Uyg'ur turmushida qaydishib qolganlar, adovatlashib qolganlar, hayit ayam kunlarida hayitlashidi, bir-birini quchoqlashidi, salamlaşıdı, adavetlerini tügütüdü. Uygur inak cemiyetinin bir yılı, yeni yılı şunun keyin başlanıdır. Devamını anlayız vatandaş.